Maymun zaharli ko'payoqli hasharotni topadi. Yemaydi, boshini uzadi, zahar tomadi, uni og'ziga surtadi. Toksin qonga kiradi, u titraydi, loyida dumalaydi. 3 kun davomida mevalar hamma joyda, u tegmaydi. Yarim o'lik hasharot topadi, zaharni yalaydi. G'alati emas, kayf ostida zahar asaplarini yoqadi, uchishni yoqtiradi. Shunchalik kayf ta'sirida tepada o'ralib yotgan ilonni ham sezmaydi. Endi o'zingga qara, soat tungi 2. Yuzing ekran nurida, ko'zlaring qip-qizil. Ishga 6 soatdan keyin kredit to'lanmagan, tana signal bermoqda. Qarzlar kutyapti, uxlash kerak. Pul kerak, harakat qilish kerak, ammo qilmaysan. Bosh barmog'ing bilan scroll, hazillar, yanada scroll, axschillar, foyda videolari. Hech narsa o'zgarmaydi. Iching bo'sh, faqat yana bir reels. Dopamin qutisi, dopamin uzluksiz, algoritm esa deyarli. Senga foydasi yo'q va seni hissiz qiladi. Seni scroll qildiradi, o'zlari esa daromad topadi. Ularning yangi mashinasi sening tungi 3dagi bo'sh nigohning hisobiga. 50 minglik ovqatga ikkilanasan, lekin kuniga 5 soatingni tekinga berib orasan. Tuzoq ekran emas, arzon zavq. Ta'siri ketgach qochgan muammolaring yana qaytadi. O'sha maymun hech narsaga tikilib bo'ldi. Senda hali vaqting bor. Zaharli hasharotni tashla. Mevani ol, uzil, yugur, o'qi, ishla. Haqiqiy narsaga teggan. Arzon zavq qimmatga tushadi. Haqiqiy hayot hali tashqarida, lekin avval scrollni to'xtat.